sizni chanqog'ingizni qondirgan suv ertaga sizni cho'ktirishi ham mumkin. Bugun sizni kuldirgan narsa ertaga yig'latishi ham mumkin. Bitta narsani esingizdan chiqarmang-da. Bugun yangi mashina oldingiz. O'sha mashinangiz Xudo saqlasin ertaga avariya bo'lib, sizni boshingizga bitta musibat olib kelishi ham mumkin. O'sha sabab bo'lib yangi uy oldingiz yoki bo'lmasam butun mol-mulkingiz uyingiz ichida. Ertaga Xudo saqlasin o'sha uyingiz nimadir sabab bo'lib, yana yonib ketishi ham, sizni qattiq musibatga solib qo'yishi ham mumkinmi? Yoki uylandingiz, erkakdingiz. Eringiz yoki ayolingiz sizni eng katta ashaddiy dushmaningiz, sizga eng ko'proq azob beradigan odamingiz bo'lishi ham mumkinmi? Shunaqa, sizni kuldirgan narsa sizni yig'latishi ham mumkin. O'shaning uchun bitta narsadan juda qattiq xursand bo'lib ketmang yoki bitta narsadan qattiq xafa ham bo'lib ketmang. Boylik ham bir sinov, sizga boshingizga kelib qolgan bitta kambag'allik, shunaqa qanaqadir o'sha mashinangiz yo'qligi ham, yo ololmay yurganingiz ham, yo uylana olmay yurganingiz ham bitta sinov. Hamma narsaga sabr qiling, o'zingizda bor narsaga shukr qiling.